Beliqchi Abu Nasr ayoli va o'g'li bilan nihoyat nomrachilik ichida turmush kechirdi. O bir kuni ayoli va o'g'lining ocharchilik ichida yig'layotganligini ko'rib, perişan holda sirtga chiqdi. U ketib yo'lda mashhur tabiiylarning biri bo'lgan Ahmad Miskin bilan uchrashib kelib, uningga mundoq dedi: "Hazratlari, men bek jafoda qoldim. Ortiq gapni qo'yib, beliqchilik to'g'rini ilib men bilan mang", dedi shayx uningga yo'l ko'rsatib. Ular dengiz sohiliga yetib kelganda shayx uningga mundoq dedi: "Avval 2 rakat namoz o'qib, Allohga duo qilgin. Ondan bismillah deb to'rni dengizga tashlagin." Abu Nasr shayxning deganidek qildi. O dengizga to'r tashlab, bir qancha minut o'tgandan keyin hech qachon ko'rib boqmagan nihoyat cho'ng bir beliq to'rga tushdi. Ahmad Miskin uningga: "Sen bozorga berib buni setib, ayol bolalarga yemeklik kelib bergin." Abu Nasr xushal bo'lganicha beliqni bozorga olib setib, uningga 2 dona fatira setib oldi. Biri go'shlik, yana biri shikarlik edi. O uyga qaytib kelayotganida yo'lda ochliqdan yig'layotgan ona bola ikkalanni ko'rdi. Abu Nasr qo'lidagi 2 fatiraga qarab o'zidan savol so'rashga boshladi. Bu ayol bolasi bilan xuddi mening ayol bolalarimga o'xshashlar ochliq azobiga chidayolmay yig'lab yetibdi. Bu fatiralarni zodi kimga beray? O ayolning ko'zlaridan tanomlab chiqayotgan yeshiga qarab sabr qilolmadi va mundoq dedi: "Bu 2 fatirani bolangiz bilan birga yeng." Ochliq azobidan nima qilarini bilmay qolgan ayol nihoyat xushal bo'ldi. O'g'lining chiroyiga kulki yugurdi. Biroq Abu Nasrning beshiga yanada ig'ir g'am tushdi. Hamda men ayol bolalarimga nima yeguzaman? O uyga qaytib mengayotganida yo'lda bir odamning "Abu Nasrning uyi nerda? Kim uni ko'rsatib qo'ydi?" deb to'layotganligini anglab qoldi. Men sizda aytgan kishi bo'laman. Ismim Abu Nasr. Nima gapingiz bor?" dedi Abu Nasr uning yeniga kelib. Isil sifat kishi mundoq dedi: "Dadingiz menga 20 yilning oldida qarz berib turgan edi. Keyin uni shuncha izlab topolmadim. Anglasam o'lib qolgan ekan. Allohga shukrki, uning bir varisi bor deb anglab izlayotgan edim. Mana sizni oxiri topdim. Mana bu dadingiz menga o'z vaqtida berib turgan 30 ming dirham. Qani buni eling o'g'lim." Abu Nasr birdamning ichida nihoyat cho'ng bir boyvachchaga aylanib qoldi. Mana endi uning hashamatlik uylari bo'ldi. Cho'ng bir tijoratning beshini tutib elib, har yili nihoyat ko'p foyda oldi. U endi nihoyat saxovatchi bo'lib ko'p sadiqa beradi. U Allohga shukr etish uchun ba'zida bir qitimda 100 ming dirham sadiqa qiladi. Lekin u barbara o'zining ko'p sadiqa qilganligidan faxrlanishga boshladi. Bu arada u bir tush ko'rdi. U tushida qiyomat kunini ko'rgan. U kunda tarozi mizon qo'yilib, biri mundoq deb to'lgan: "Beliqchi Abu Nasr, qani sen bu yoqqa kel. O'ng tarafdagisi sening yaxshiliklaring, so'l tarafdagisi sening yomonliklaring." Shunda qilib, uning yaxshiliklari tarozining bir tarafiga, yomonliklari yana bir tarafiga qo'yildi. Afsus, uning yomonlik tarafi besib ketgan edi. Abu Nasr nihoyat qo'rqib ketdi. "Mening shuncha qilgan sadiqalarim nega ketdi?" Shu aman uning qilgan sadiqalari tarozining yana bir tarafiga qo'yildi. Biroq uning yanada qilgan sadiqidan faxrlanish billa bor edi. Shunda qilib uning gunohlari yana besib ketdi. Abu Nasr qo'rqinchdan yig'lashga boshladi. "Men endi qandoq qutulaman? Zoda qandoq qutulaman?" Taroziga mas'ul jakorchi bir farishtaga mundoq dedi: "Uning boshqa yaxshiliklari bormikan? Qarab boqqin." "Bo'ladi. Uning 2 dona fatira sadiqasi bor ekan." Shuning bilan 2 fatira tarozining yana bir tarafiga qo'yilganda uning yaxshiliklari bilan yomonliklari teng keldi. Abu Nasr yana qo'rqishga boshladi. Jakorchi farishtaga mundoq dedi: "Uning boshqa yaxshiligi bormikan? Yana bir qarab boqqin." Farishta: "Ozroq bir narsa bor ekan", dedi. "U nima ekan?" deb so'rdi Abu Nasr hayronlik bilan. "Sen 2 fatirini berganda yig'lagan heliqi ayolning ko'z yoshi ekan", dedi farishta. Ko'z yoshlari tarozining yana bir tarafiga qo'yildi. Shuning bilan tarozining yana bir tarafi xuddi tosh qo'ygandekli ig'ir keldi. Jakorchi farishtaga: "Yana boshqa bir yaxshiligi bormikan?" deb so'radi. Farishta mundoq dedi: "Ha, bor ekan. Fatirani ko'rgandan keyingi kichik bolaning yuzidagi kulki bor ekan." Shunda qilib bu qitim tarozining yaxshilik tarafi tamoman besib tushdi. Abu Nasr:
Men qutuldum degenicha vaqirab uyg'onib ketdi. Abu Nasr bu ko'rgan tushidan to'limi mamnun bo'lib, o'z-o'ziga mundoq dedi. Navoda, heliqi ikki fatirini ularga bermay, o'zimiz yevatgan bo'lsak, men nijotlikka erishamegan bo'larkanman. Ixlos bilan qilingan oz sadiqining vazni faxrlanishi bilan qilgan ko'p sadiqidan yaxshikan emasmi?